Men bitta Reels'da Apple, ya'ni iPhone'ning asosiy raqobatchisi Samsung emas, Huawei degan ma'lumotni ko'rib qoldim. Keling, shu ma'lumotni fact checking qilib ko'ramiz. iPhone'ning asl raqobatchisi kim? Rasmiy jihatdan bu Samsung hisoblanadi. Sababi ikki yirik brend yillar davomida global bozorning eng yuqori ikki o'rinda turib kelgan. Ularning o'rtasida ochiq raqobat mavjud. Dizayn, ekran texnologiyasi, flagman segmentda global savdo hajmi bo'yicha har yili birinchi yoki ikkinchi o'rinni almashib turishadi. Har ikkisi ham premium bozorda kurashadi. Galaxy o'zining S modellari bilan, iPhone esa o'zining Pro modellari bilan. Faktga keladigan bo'lsa, 2014-yilga kelib Apple birinchi marta Samsungni ortda qoldirib, dunyoning eng ko'p sotilgan smartfon brendiga aylangan. Xo'sh, endi Huawei'ga keladigan bo'lsa, texnologiya jihatdan to'g'ri, iPhone'ning asosiy raqobatchisi Huawei hisoblanadi. Bozorda iPhone'ga raqobatchi bu Huawei deb aytilishiga asosiy sabab bu ularning bir-biriga o'xshashligidir. Huawei ham xuddi iPhone kabi o'zining mustaqil ekosistemasiga, o'zining chiplariga hamda o'zining texnologiyalariga ega. Faqatgina kamerada Leica bilan ba'zi-ba'zida hamkorlik qilib turadi. Huawei haqida faktlarga to'xtaladigan bo'lsa, 2019-yilda Huawei qisqa muddatda dunyoning eng ko'p sotilgan smartfon brendi bo'lgan, ya'ni Apple va Samsungni ham ortda qoldirgan. Lekin 2020-yildagi AQShning sanksiyalari sabab global bozordan chiqib ketish kerak bo'lgan. Demak, iPhone'ning global bozordagi asosiy raqobatchisi bu Samsung, Xitoy bozorida esa Huawei.